Salom barchaga. Demak, ADC kitobimizning 10-mavzusini, ya'ni uchburchakning o'xshashliklari mavzusini ixtiyorli o'quvchilar uchun qismini demak yechishda davom etamiz. Birinchi savol. 84 ta aytgan ABC uchburchakda BA, BC berilgan ekan. Uchburchakning BAB va BC tomonlari mos ravishda MN nuqtalar shunda olinganki, parallel ekan. Xo'p, chizib ko'ramiz. Xo'p. B demek bu yoqda ekan, C va C. BA 5 ga teng ekan. BC 7 ga teng ekan. MN nuqtalar shunday olinganki deyapti. M bu yerda masalan, N bu yerda. Parallel ekan asosga. Asosga demek parallel ekan. Xo'p, B M bilan C N teng ekan. Bu yer x desak, mana bu yerimiz ham x bo'lar ekan. Endi asosga parallelligidan tomonlari bir xil nisbatda bo'linishdan kelib chiqib topadigan bo'lsam, mana bu yer 5 minus x bo'ladi. Xo'p, demak mana bu yer 7 minus x bo'ladi. Nisbat olaveramiz endi. Xo'sh. X taqsim 5 minus x barobar 7 minus x taqsim x bo'ladi. Endi buni topadigan bo'lsam x kvadrat barobar 35 minus 12x plus x kvadrat. X kvadratlar qisqarib ketadi bu yerda. Yani 12 bir tomonga o'tsa 12x barobar 35 bo'lar ekan. Bu yerdan x topadigan bo'lsam 35 taqsim 12 bo'lar ekan. Lekin bizlar savolda aytgan BM BN kesmaning uzunligini toping. Ya'ni n mana bu yerda edi. Demak bizga 7 minus x kerak. Joy-joyiga qo'yib hisoblaymiz endi. 7 minus 35 taqsim 12. Xo'p, 84 35 demak 49 taqsim 12 degan javobga kelar ekanmiz. 84 ga demak 49 taqsim 12 bo'lar ekan. Keyingi savolimiz 85-savol. ABC uchburchakda AB 10 ga, BC 12 ga, C 15 ga teng. Xuddi shunaqa misol ekan yana. A B C AB 10 ga teng, BC 12 ga teng, CA 15 ga teng. D va Y nuqtalar A, B va AC. D va Y. Xo'p, tutashtirsak, asos bilan parallel ekan bular. AD xo'p, mana bu yer x desak, C ga teng ekan, mana bu x ga teng ekan. Xo'p, yana o'sha misolga o'xshash, mana bu yer 10 minus x bo'ladi. Xo'p, mana bu yer 15 minus x bo'ladi. D, Y kesmani uzunligini toping. Mana bu y toping deyapti. Ya'ni ikkalasini nisbatan olaversak, tomonlar nisbatan olaversak, asoslar nisbatini kelib chiqar shunda. Xo'p, bizada hosil bo'ladiki 15 minus x taqsim x teng bo'ladi x taqsim 10 minus x ga. Xo'p, 150 minus 25x plus x kvadrat barobar x kvadratga. Bir tomonga o'qisam 150 barobar 25x bo'ladi. Bu yerdan x topadigan bo'lsam 6 liga teng chiqar ekan. Ya'ni x 6 ga teng chiqar ekan. Demak, yozib olsam bo'ladi. Bu yer 6, bu yer 9. Bu yer 6, demak bu yer necha bo'ladi? 4 bo'ladi. Ya'ni endi y da 12 ga nisbati demak 6 taqsim 10 ga teng bo'lar ekan. Bu yerni y topadigan bo'lsam 12 ko'paytirish 6 taqsim 10.
Hop 72 7,2 ga teng ekan. Demak 85 da javobi. Keyingi savolimiz 86-savol. ABC'da kvadrat berilgan. ABCD. K nuqta shunday olinganki, SK'ni K'dagi nisbati 1/3 nisbatda. K'da bo'lsak, bu yer x, bu yer 3x bo'ladi. Tomonlar teng ekan. C nuqtadan AK 400 gacha bo'lgan masofani toping deyapti. Ya'ni bo'lgan masofa perpendikulyar bo'ladi bu yerda. C nuqtadan AK'ga. Y. Xo'p, mana bu 4x bo'ladi. Mana bu shu hisobda 5x bo'ladi. Ana endi y da 5x ga nisbati xo'sh, bu yerdan burchakdan ketadigan bo'lsak, mana burchakni topib olaylik. Demak, y taqsim x bir tomondan kosinus alfa bo'ladi. Ya'ni bu ikkinchi tomondan kosinus alfa 4x taqsim 5 bo'ladi. Ya'ni 5x bo'ladi. Xo'p, bu yerda y topadigan bo'lsam 4x taqsim 5 bo'lar ekan, ya'ni xlar qisqarib ketadi. 4x nechiga teng edi? 10 ga teng edi. 10 ni keltirib qo'yadigan bo'lsam 10 taqsim 5, ya'ni 2 ga teng chiqar ekan. Bu 86-savolda. Keyingi savolimiz 87-savol. ABC'da to'rt burchak diagonalar O nuqtada kesishar ekan. A, B, C, D. O nuqtada kesishar ekan. DO'si uchburchakning D uchidan chiqqan medianasi. Endi mana bu uchburchak uchun mediana chiqaramiz. BC kesmani kesibdi yana. Xo'sh, shuni davom ettirsak, mana bu yerda kesar ekan. Bu bilan bu teng. Masalan, x desak, bu ham x bo'ladi. Diagonalni o'zi 2x bo'ladi. Bu yer A. Xullas BY'ni, mana bu yer Y nuqta. BY'ni A'dagi nisbatini toping deyapti. Xo'p, uchburchak o'xshashligidan topadigan bo'lsam, bu A bo'lsa, mana bu bilan mana buni nisbati 3 ga teng. Bu ya'ni bu uchburchak bilan mana bu uchburchakda xo'p, o'xshashligidan kelib chiqib topadigan bo'lsa 3 bo'ladi. Demak, buni hisobda mana bu yer 3A bo'ladi. Bu yer A bo'lsa, bu yer 2A ligi teng. Demak, BY'ni bo'lamiz A'ga. 2A taqsim 3A. Ya'ni 2 taqsim 3 ligi kelib chiqar ekan. 87 ga. Keyingi savolimiz 88-savol. To'g'ri burchak uchuvchan katetlar A4 to'g'ri burchak uchidan AH balandlik tushirilgan. Demak, A, B, C. AH tushirilibdi. Demak, katetlar yana musrashda perpendikulyardan tushirilgan. Demak, H da 4 ekan, bu 3 ga teng ekan. Bu A desak, buni B deymiz. Tomonlarini. ABC uchuvchan yuzini toping. Xo'p, ABC uchuvchan yuzi o'zi S nimalarga teng? 4 da ko'paytirilgan B ni yarmiga qo'shamiz. 3 ni ko'paytirish taqsim A ni yarmini. Shu teng bo'ladi A ko'paytirish B ni yarmiga. Xo'p, ana endi 4ligidan mana bu yer 4 desam, mana bu yer A minus 4 chiqadimi? Buni 3 desam, bu nima? B minus 3 chiqadimi? Demak, 4 da kvadrati teng bo'ladi 3 ko'paytirish B minus 3 ga. 16 barobar 3B minus 9. 3B barobar 25.
bni topadigan bo'lsam 25 taqsim 3 bo'larkan. Ana endi ani topamiz. Xo'p, 3 kvadrat ya'ni 9 barobar. Xo'p, 4a minus 4. 9 barobar 4a minus 16. Bu ani topadigan bo'lsam 25 taqsim 4 liga kelib chiqar ekan. Demak, S3 o'lchagi 110 topish uchun A ko'paytirish B taqsim 2 edi. Joy-joy qo'yib hisoblaymiz endi. 25 taqsim 3 ko'paytirilgan 25 taqsim 4 ko'paytirish 1 taqsim 2. 625 taqsim 24 degan javob chiqar ekan bizada. Keyingi savolimiz 89-savol. ABC'da teng yo'lovchi o'lchagining BC asosiy 12 ga teng va SM va SN bisektrisalar ekan. Mana 8 ga teng bo'lsa, berilgan o'lchak perimetrini toping. Uchburchak BC asosi 12 ga teng. Demak, mana bu yer 8 ga teng ekan. Sakkiz desa, mana bu umumiy tomoni x deymiz. Ya'ni teng yo'l bo'lgani uchun bu tomon ham x bo'ladi. Ana endi shu o'xshashlikdan olib qaraydigan bo'lsak, mana bu yer 2x ga, mana bu 3x bo'ladi. Ana endi bisektrisalar kesilish nuqtasidan nisbatini topishim uchun 12 plus x taqsim x bo'lardi. Shu teng bo'lishi kerak 3 taqsim 2 ga. Ana endi shu yerdan x ni topamiz. Xo'p, 24 plus 2x barobar 3x. Xo'p, x topadigan bo'lsam, x o'zi 24 ga teng chiqar ekan. Uchburchakning perimetrini toping deyapti. Uchala tomoni yonisi p barobar a plus s. 24 plus 24 plus 12 barobar 60 ga teng chiqar ekan. Keyingi savolimiz 90-savol. Uchburchakning asosi 1 ga teng, uning har bir yon tomoni 100 ta teng bo'lakka bo'linib, mos ravishda asoslarga parallel kesmalar bilan tutashtirildi. Hosil bo'lgan barcha kesmalar uzunliklari yig'indisini toping debdi. Mana shu uchburchak 100 ta teng nuqtaga bo'linish uchun u 99 ta nuqta bilan bo'lingan. Va hokazo davom etib ketaveradi. Tutashtirib ko'ramiz. Ya'ni bular qanaqadir arifmetik yoki geometrik progressdan tashkil etishi kerak. X va hokazo. A1, A2, A3 va hokazo. Endi asosan tomoni 1 ga teng ekan. Xo'p, x da umumiy 100x ga nisbati a ni demak 1 ga nisbat edi. Shu yerdan a topa olsam 1 taqsim 100 bo'lar ekan. A2 ni topadigan bo'lsam, xo'p, 2x da bo'lamiz yana 100x ga. Ya'ni 2 taqsim 100 bo'lar ekan. A3 ham 3 taqsim 100 bo'ladi va hokazo. To 1 gacha. Ana endi har biriga 1 taqsim 100 dan qo'shilib ketyapti. Arifmetik progressi bo'lar ekan. Xo'p, birinchi hadim 1 taqsim 100 ga teng, oxirgi hadim 1 ga teng, taqsim 2 ko'paytirilgan. Xo'p, nechta xat bo'ladi? Yana 100 ta xat bo'ladi. Demak, 100 ga ko'paytiramiz. Endi buni hisoblasam 1 taqsim 2 bo'lar ekan. Javob 1 taqsim 2 bo'lar ekan. 91-savol.
Xo'p, mana shular parallel ekan, demak ko'ramiz. X ni toping. Qaranglar, mana bu yer o'zi 6 ga teng. Demak, mana bu 5 bo'lsa, mana bu yer ham 5 ligi aniq. Ana endi mana bu cho'rchak bilan mana bu cho'rchak o'xshashligidan foydalansak, 5 taqsim 5 plus x teng bo'lishi kerak. Xo'p, mana bu bilan mana buning nisbatiga. Demak, 3 taqsim 9 ga, ya'ni 1 taqsim 3 degani. Ya'ni 5 taqsim 5 plus x ni tenglashtiramiz 1 taqsim 3 ga. Demak, 15 barobar 5 plus x. X topadigan bo'lsam 10 liga kelib chiqar ekan menda. 91 ga. Keyingi savolimiz 92-savol. 92 ham xuddi shunaqa shana. Mana shu cho'chak berilgan, x toping deyapti. Xo'sh. Mana bu cho'chak bilan mana bu cho'chakni oladigan bo'lsak, bizada 8 ga 8 16, 2 ga mana bu 24 ga aniq chiqar ekan. Ana endi bu bilan mana bu cho'chakni oladigan bo'lsak, 12 taqsim, xo'p. 24 plus x teng bo'lishi kerak. 8 taqsim mana bu yig'indisi 40 ga. 8 taqsim 40 ga yoki 1 taqsim 5 degan. Shuni x topamiz. 60 barobar 24 plus x. Bu yerdan x ni topadigan bo'lsam, 36 ga teng chiqar ekan. Keyingi savolimiz 93-savol. Perimetri berilgan ekan, mana bu 12. Xo'p, bunday 4 tushirsam. Buni ustidan bunday tushirsam. Mana bu 12. Demak, mediana kesish nuqtasida teng 2 ga, ya'ni 2 1 nisbatda bo'linardi. ikki x ga x bo'ladi. Parallelligidan hisobida mana bu ham 2y ga y bo'ladi. Ana endi bu tomon a, bu tomonni b deb oladigan bo'lsam, a plus b taqsim 12 2y taqsim y ga bo'lishi kerak. Ya'ni bisektrisalar kesish nisbati bo'lishi kerak. Xo'p, demak bu yerdan a plus b ham 24 ga teng chiqar ekan. Perimetrni toping deyapti. 24 ga 12 ni qo'ysak 36 bo'lar ekan bunda. Demak, keyingi savolimiz 94-savol. 94 ham xuddi shunaqa. Demak, a plus b ham 94 da ham. A plus b ham 18 ga bo'ladi. Ya'ni 18 ga nisbati 2 taqsim 1 bo'ladi. Chunki mana bunaqasi o'tkazilganda. Xuddi 93 da ishlanadi bu ham. 2x, xo'p, x 2y y. A b 18. A plus b ham shunda o'zi 36 chiqar ekan. O'xshashini topishimiz uchun 36 ga 18 qo'shsam 54 degan javob bo'lar ekan. Demak, shu bilan 10-mavzuni tahlilini tugatdik. E'tiboringiz uchun rahmat.